Salom do'stlar, sizlar bilan Fastercraft. Bugun sizlar bilan biz mana bu Roller for Brian Roth o'yinini o'ynaymiz. Bunda avvaldan men o'ynayotgan edim. To'g'ri, kuchayganman. Kim obunachilar kimdir men bilan qo'shilishni istasa, qo'shilaversin. Ana bu yerda sekin mana ko'rayotganinglarda meni sakrashim 98, tezligim esa 285, karriyam 4. Mana obunachilar, men sizlarga bu o'yinni qanday o'ynashni ko'rsataman. Bu unaqangi qiyin emas, chunki men avval kuchayganman. Men bu sekretga bemalol chiqib, Collection areaga bemalol chiqaman. Va obunachi, biz buni ko'rmagan ekanmiz. Bu yerda neon spam bo'lgan ekan. Demak, OG'da ham nimadir bo'lishi kerak. Men hisob bo'yicha OG'da ham nima bo'lsa kerak. Obunachilar, sizlarga zo'r gapim, men hali OG'dan birorta ham Brian Roth olmaganman. Chunki har doim kirganimda mendan kuchli o'yinchi albatta bo'ladi. Mana obunachilar, hozir men sizlarga qanday qilib odamlardan Brian Roth olishni o'rgataman. Obunachilar, qaranglar, buni planeta bittasi bor ekan. Bir to'y beradi. Bunaqa narsa hali uncha-munchasida yo'q. Men sizlarga ba'zanni ko'rsatib o'taman. Obunachilar, yana kimdir men bilan o'ynashni istasa, kommentariyaga o'z nominglar qoldiringlar, albatta o'qiyman. Men avval unaqa ko'p video qo'ymagandim, chunki axir men ham o'qiyman. Ko'p obunachilarimiz maktabda o'qisa kerak. Maktab sababli men videolarni kam qo'yganman, ammo endi hamma bilan kanikul vaqti. Endi har kuni video chiqishi mumkin. Agar mana shu videoga 10 ta like, mayli 10 ta emas, 5 ta like yig'ilsa, keyingi video shu 5 ta like yig'ilgan kuniyoq chiqadi. Hamma o'z nomini kommentariyaga yozib qoldirsin. Men ular bilan o'ynayman, albatta. Xohlagan ham hech kim menga drujet tashlamas, chunki menga o'ta ko'p odamlar drujet tashlaydi. Men ularni adashtirishim mumkin. Men sizlarga tashlayman. Men ham o'z nomimni kommentariyada qoldiraman. Sizlar ham o'z nominglarni kommentariyada qoldiringlar, obunachilar. Chunki keyingi omadli inson siz bo'lishingiz mumkin. To'g'ri, men boshlang'ich oddiy blogerman, lekin Xudo xohlasa
albatta kuchayib ketamiz. Obunachilar, iltimos kanalga obunachi bo'linglar. Men 100 ta bo'lishni xohlayman. Hozircha 36 tamiz, ammo albatta 100 ta bo'lishimizga ishonaman. Bundan keyin men aytgan shartlar bajarilsa, shartlar bajarilgan kuniyoq video chiqadi. Masalan, sizlar men aytgan shart masalan 5 ta like desam, 5 ta like bo'lsa, sraz video chiqadi. Obunachilar, sizlar bilan Fastercraft edi. Shu o'yinimiz edi. Albatta kanalga obuna bo'linglar. Keyingi videoda qaysi o'yinda o'ynayman obunachilar yozib qoldiringlar. Va o'z nickinglarni tashab qo'yinglar albatta. Men albatta druziya tashlayman. Men albatta o'z nomimni ham sizlarga yozib qoldiraman kommentariyada. Iltimos kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Keyingi video 5 ta likedan so'ng bo'ladi. Hamma o'z nickini kommentariyaga yozishni unutmasin, chunki bu men uchun yaxshidir. Men hammani kommentariyasini o'qiyman. Albatta obunachilar.